Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisizlar? Uydagilar, bola chaqalar hammalari sog' salomatmi? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Azizlarim, bugun sizlar bilan birgalikda juda ham ajoyib bo'lgan, ayniqsa uyimizdagilarga ma'qul keladigan tushlik uchun qo'y go'shtidan yaxna tayyorlaymiz. Demak, qo'y go'shtidan yaxnamiz uchun 2 kilogrammga yaqin qovurg'ali go'sht tanladim. Ya'ni qovurg'ali qo'y go'shtini tanladim. Uni yaxshilab yuvib, ko'rib turganlaringiz yuvib, qaychi yordamida qismlarga, ya'ni bo'laklarga bo'lib oldim, ko'rib turganlaringizdek. Demak, azizlarim, ishimizdan boshladik. Unda bismillahirrohmanirrohim deb ishimizdan boshladik. Mana ko'rib turganlaringizdek qismlarga bo'lib, demak shu orada tuzlab o'tyapman. Mana go'shtimizni yaxshilab tuzlayapman. Tuzlaganimdan keyin mana bunday holatda aralashtiryapman. Azizlarim, albatta tayyorlab ko'ring. Ana endi azizlarim, mana ko'rib turganlaringizdek ziralar. Bu ziralar sizga bog'liq. Qanday zirani xohlaysiz? Kimdir achchiq xohlaydi, kimdir oddiy, achchiq bo'lmagan taomni xohlaydi. Bu sizga bog'liq. Har xil ziralardan foydalanishlaringiz mumkin. Bu sizning xohishingiz. Azizlarim, mana men har xil ziralar solib, ko'rib turganlaringizdek go'shtimizning, ya'ni yaxnamizning har bir bo'lagini yaxshilab ziralab olyapman. Mana ko'rib turganlaringizdek yaxshilab ziralab olyapman mana. Har bir bo'lakka e'tibor bering. Albatta tayyorlab ko'ring, sizga tavsiya qilib qolaman. Juda ham xil-xil pishib ketadi. Ayniqsa tushlik uchun juda yaxshi taomlardan biri deb hisoblayman. Mana endi azizlarim, yaxshilab uni aralashtiramiz. Qolgan ziralarni ham solib yubordim. Mana ko'rganlaringizdek yaxshilab aralashtiramiz. Ana endi manti qozonning qasnog'ini chappa qilamizda. Mana bunday ko'rib turganlaringizdek archaning yaproqchalaridan foydalandim. Hamda gullagan ukropni ham olib kelib, uni ham mana shunday manti qasnog'ning ustiga mana shunday yoyib chiqdim. Mana ko'rib turganlaringizdek, ana endi go'shtlarni asta sekinlik bilan terib chiqaman. Mana ko'rib turganlaringizdek, menda bu 2 kilogramm go'shtimiz 2 ta manti qozonning qasnog'iga to'g'ri keldi. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda bo'ladi. Birinchisini tayyorlab qo'ydim. Mana ikkinchisini ham archa yaproqlari bilan yaproqlarini terib chiqdim. Gullagan ukropni ham soldim. Ko'rib turganlaringizdek go'shtni terib chiqayapman. Mana ko'rganlaringizdek, mana shunday holatda bajariladi. Ana endi azizlarim, ko'rib turganlaringizdek chesnogimizni kichkinagina cho'rkadan o'tkazib ustiga surib chiqaman. Demak, ikki qismdagi go'shtimizni ham chesnok soldim. Mana go'shtlarimiz tayyor bo'ldi. Suvimiz qaynab turibdi manti qozonda azizlarim. Asta sekinlik bilan uni joylashtiramiz. Mana joylashtiryapman. Mana ko'rib turganlaringizdek mana shunday holatda joylashtiriladi. Ikkinchisini ham ana shunday joylashtiraman. Mana shunday holatda bo'ladi. Azizlarim, albatta tayyorlab ko'ring. Naqd 2 soatda xil-xil bo'lib ketadi. Demak, yoqimli ishtaha deb qolaman. Azizlarim, mana shunday holatda bo'ladi. 2 soatda, naqd 2 soatda xil-xil bo'lib pishadi. Yoqimli ishtaha deb qolaman. Demak, ko'rishguncha deb qolaman azizlarim. Sog' salomatligimizni bersin Allohim.
Mana yaxna go'shtlarimiz tayyor, yoqimli ishtaha. Albatta tayyorlab ko'ring azizlarim. Keyingi uchrashguncha g'oyibona